Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoylar o'liklarni yo'tkashda qiynalmoqda. Yaqinda Xitoyning Wuhan shahriga berib, ichidagi ahvollardan xabar berayotgan muxbir Chin Chushi ismli Xitoy bir qism ahvollarni oshkorladi. Uning bildirishicha, Xitoy doiralari ichki ahvolning oshkorlanib ketishining oldini olish uchun Wuhandagi doktorxona rahbarlari va doktorlarning ziyorat qabul qilishini cheklagan bo'lib, hatto telefonini yig'ib olgan. Doktorxonalar hozirmi bemorlarga to'lib ketgan bo'lib, faqat tekshirtish uchun soatlab saqlashga majbur bo'lgan. Karovat va doktorlar zo'r darajada kamchil bo'lib, tekshirish qog'ozlari yetishmay qolgan. Qatnash butunlay to'xtag'achqa kishilar doktorxonada o'lib qolgan tuqqanlarini yo'tkab ketishga amalsiz qolgan. Undan boshqa Xitoyning har qaysi joylarida Wuhanliklar ig'ir kamsitlashga va chetga qiqilishga uchrayotgan bo'lib, bir qism joylarda Xitoylar Wuhandan qaytganlar bor uylarning eshigini temir rishotkalar bilan mexlab to'sib o'tgan. Hatto tarqalgan bir sinda ko'rsatilishicha, bir Xitoy Wuhandan qochib chiqqanligi uchun urib o'ldirib etilgan. Xitoyning eng yangi ma'lumotiga asoslanganda, navbatda Xitoyda yuqumlanganlarning soni 11800 ga, o'lganlar soni 270 ga yetgan. Lekin kuzatuvchilar bu raqamning aslo amaliyotga uyg'un emasligini, balki o'lganlarning 10 minglarga yetadiganligini bildirishmoqda. Turkiya Xitoydan tarqalgan vaboga sezgurligini oshirdi. Wuhan virusining davomli turda har qaysi davlatlarga tarqalishi va kishilarning buning xatirini tunib yetishiga agishib, Turkiyada Xitoylardan, jumladan Xitoy mahsulotlaridan ehtiyot qilish ahvoli kuchaymoqda. Turkiya kanallarining bu vaqtdagi ziyoratlarida bildirilishicha, Turkiyadagi nurg'unlagan kishilar Xitoydan mal zakaz qilgan bo'lsa-mu, ammo virus andishisi sababli bu zakazlarni bekor qilishga yoki mallarni qaytarishga boshlagan. Aloqador mutaxassis va doktorlarmi bu vaqtda to'xtalib, ishlab chiqarish, qochilash, to'shish jarayonida Xitoy mahsulotlarining virus bilan bulg'anishi mumkinligini, garchi Xitoy mallari arzon bo'lsa-mu, Turkiya xalqining yanada bexatarlikni birinchi o'ringa qo'yishi kerakligini bildirgan. Undan boshqa Turkiya hukumatı Turkiya fuqarolarini qaytarib kelish uchun tunugun Wuhan shahriga maxsus askariy aeroplan avatdi. Ma'lum bo'lishicha, Wuhan shahrida 25 Turkiya fuqarosi bor bo'lib, bulardan sirt yana 10 dan ko'proq Ozarbayjon, Gruziya va Arnavut fuqarosining birga qaytarib kelinganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Misr havo yo'llari shirkati Wuhan virusi sababidan bugundan e'tiboran Xitoyga aeroplan safarlarini to'xtatish to'g'riliq qaror chiqardi. Chiqarilgan qaror doirasida Xitoyga berish-kelish aeroplan safarlari to'xtatilgan. Bundan burun Turkiya, Angliya, Kanada, Qozog'iston, Mongoliya, Isroiliya havo yo'llari qatorliq shirkatlarmi Xitoyga ishga oshiriladigan aeroplan safarlarini to'xtatgan edi. Uchturpan nahiyasida yer tavridi. Xitoy yer tavrashdan oldin ma'lumot berish idorasining uchurida ma'lum bo'lishicha, bugun Sharq Turkistonning Oqsuv viloyati Uchturpan nahiya tavalligida yer tavragan. Bildirilishicha, bugun atgan soat 3:33 da Uchturpan nahiyasida tavrash chunqurligi 19 kilometr, shimoliy kenglik 40.87 gradus, sharqiy uzunlik 79.13 gradus, 3.7 bal yer tavragan bo'lib, tavrash doirasi 5 kilometrga yetgan. Xabarda ofat jarayonidagi o'lish, yaralanish va iqtisodiy ziyon haqida tafsiliy ma'lumot berilmadi. Bundan sirt 31 yanvar yana Sharq Turkistonning Otish shahrida shimoliy kenglik 39.87 gradus, sharqiy uzunlik 14.77 gradus 4 bal yer tavragan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi 5 yil ichida Uchturpan atrofidagi 200 kilometr doira ichida 99 qatim 3 baldan yuqori yer tavragan. Bular ichidagi eng ig'ir bo'lgani 2020 yili 19 yanvar Otishda yuz bergan 5.2 bal yer tavrash bo'lgan. Xalq diplomatiyasi harakatining Malayziya ziyorati muvaffaqiyatli oxirlashdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining o'rinlashtirishi bilan Islom dunyosi diplomatiyasi plani bo'yicha Sharq Turkiston tashviqot va media jamiyatining raisi va tashkilotlar birligining media mas'uli Abdulvaris Abdulxoliq, shundaqla Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi va Sharq Turkiston inson haqlari jamiyatining a'zosi Nurmuhammad Turkistoni 20 yanvar Malayziyadagi rasmiy ziyoratini boshlagan edi.
Hay'atning 30 yanvargacha elib borgan 10 kunlik ziyorati intayin zich programmalar bilan davom qilgan bo'lib, Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli Malayziyadagi ko'plagan o'lkalarda atrofliq tunishtirildi va oldimizdagi kunlarda qilishga tegishli nurg'unlagan xizmatlar bekitildi. Hay'atning 30 yanvardagi oxirgi ziyorati poytaxt Kuala Lumpurdan 600 kilometr yiroqlikda joylashgan Perlis o'lkalik hukumat o'rlashtirgan yig'in bilan oxirlashgan bo'lib, yig'inga Perlis o'lkasining shahzodasi va boshqa har sohadan muhim shaxslar, xalq ommasi bo'lib ko'p sonda kishi ishtirok qildi. Yig'in Perlis o'lkasining eng cho'ng jamiylaridan biri bo'lgan Alvi Kangar masjidida elib berilgan bo'lib, yig'inga o'lkaning bosh muftisi doktor Muhid Asri Zaynul Abidin qatnashdi. Yig'inda Abdulvaris Abdulxoliq va Nurmuhammad Turkistoniy apandilar ayrim holda Sharq Turkistonning qisqacha tarixi va ishg'oliyatdan buyon yuz bergan qattiq bostirishlar, bo'libmi oxirgi yillarda elib berilayotgan Xitoyning qirg'inchilik siyosati haqida ma'lumot berdi. Shundaqla Sharq Turkiston xalqining Malayziya xalqidan kutadigan talablarini atrofliq o'ttirg'a qo'ydi va ularni o'z qarindoshlariga har sohalar bo'yicha ega chiqishga chaqirdi. Faoliyat oxirida Perlis o'lkasining bosh muftisi doktor Muhid Asri Zaynul Abidin so'z qilib, musulmonlarning bu masalaga qarata qilishga tegishli ishlarini eslatdi. Shuna qilib hay'atning 10 kunlik xalq diplomatiyasi faoliyati g'albilik oyoqlashdi. Angliya Yevropa Ittifoqidan rasmiy chekindi. BBC to'rining xabarida bildirilishicha, Angliya 31 yanvar rasmiy holda Yevropa Ittifoqidan chekinib chiqqan. Yevropa Ittifoqidan chekinib chiqish qarori 3 yildan buyon Angliyaning siyosiy sahnasi va fuqarolar orasida izchil talash tortish qilinib kelgan. Parlamentda ovozga qo'yishmo ko'p qitim kechiktirilib, uzunga so'zilib ketgan edi. Tunugun Yevropa Ittifoqining har qaysi organlari Angliyaning bayrog'ini rasmiy holda yig'ib etgan bo'lib, buning birining muzeyda saqlanganligi bildirildi. Angliya bosh vaziri Johnson bu haqda ifoda bildirib, Yevropa Ittifoqidan chekinish oxirlashish emas, balki yangidan boshlanish ekanligini bildirdi. Qaror e'lon qilingandan keyin Yevropa Ittifoqida qilish tarafdorlari ko'chalarga chiqib noroziligini bildirishdi. Yevropa Ittifoqining asosiy gavdasi 1951-yili shakllangan bo'lib, 1993-yili Maastricht shartnomasining imzolanishi bilan rasmiy holda Yevropa Ittifoqi bo'lib qurilgan. Navbatda Yevropa Ittifoqining 27 ta a'zo davlati bor bo'lib, Angliya chekinib chiqqan tunji davlat bo'lib hisoblandi. Bavariya parlamentida Uyg'ur masalasi haqidagi taklif qabul qilindi. 30 yanvar Hurriyet gazeti xabarida bildirilishicha, Germaniyaning Bavariya shtati turk nasllik parlament a'zosi Toshtalan apandining Uyg'urlar haqida parlamentga sungan taklifi qabul qilingan. Xabarda Germaniyaning eng chong shtati Bavariyadagi turk nasllik parlament a'zosi Arif Toshtalan Markus Rinderspacherning parlamentdagi bir necha do'stlari bilan parlamentga sungan Xitoy tutib turayotgan Ilhom To'xti va lagerga qamal qilingan necha million Uyg'urlarning shartsiz qo'yib berilishini talab qilish haqidagi taklifi qabul qilinganligi bildirildi. Arif Toshtalan apandi bu haqda to'xtalib, parlamentda qabul qilingan qarorga asosan Bavariya hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, diniy cheklama va irqiy ayrimchilik qilmishiga qarshi harakat boshlaydiganligini bildirdi. Amerikada yangi paydo bo'lgan jon olg'uchi virus tahdidi kuchaydi. CNN Turkning 31 yanvar kunidagi xabarda bildirilishicha, dunyo Xitoyda o'ttirg'a chiqqan va tez sur'atda dunyoga tarqalayotgan Wuhan virusiga diqqatini markazlashtirgan bir paytda Amerikamo jon olg'uchi yangi bir virus bilan kurash qilmoqda. Zukamga sabab bo'lgan bu yangi virus taxminan 3 oy ichida butun Amerikada taxminan 8200 kishining jonini oldi. O'lganlarning 54 kichik bolalar. Bildirilishicha, bu virus nihoyat tez sur'atda tarqalmoqda ekan. Amerika reaksiya va yuqumli kasalliklar institutining ma'lumotlariga ko'ra, navbatda Amerika oxirgi 10 yil ichidagi eng chong yuqumli kasalning biri bilan kurash qilmoqda. 3 oydan qisqa bir vaqtda faqat 11 haftada 15 million amerikalik bu yangi virusning ta'siriga uchradi. 140 ming kishi doktorxonada bolnisga elindi va 8200 kishi hayotidan ayrildi. O'lganlarning 54ning kichik bolalar ekanligi e'lon qilindi. Mutaxassislar bu virus yangi bir kasallikka sabab bo'lmaydi, balki zukam bo'ladi. Ammo zukam debla o'tkazib o'tmaslik kerak. Bu qitim jon olg'uchi darajada xatarlik bo'lish ehtimoli ko'zda tutilib, sal qaramaslik kerak deganlarni bildirdi. Yangi zukam virusining davlatda eng oz yana bir qancha hafta texmo kuchli ta'sir ko'rsatganligi mo'ljallanmoqda.
Sharq Turkiston savdo sanoatchilari jamiyati qurildi. Turkiyadagi Sharq Turkistonlik savdo sanoatchilari orasida birlik hosil qilish, ijtimoiy va savdo tijorat sohalarida xalqimizning musofirchilikdagi iqtisodiy besimini yeniklatish, igilik tiklash maqsadida Sharq Turkiston savdo sanoatchilari jamiyati Istanbul valiyligi ijtimoiy tashkilotlar ishlari idorasining anga elib tasdiqlashi bilan rasmiy qurildi. Jamiyat raisi Ahmadjon Roziq apandi bu haqda bayonot e'lon qilib, mushu sohaga munosabatlik barliq qarindoshlarni bu jamiyatni qo'llashga, biz bilan hamkorlashishga, hassa qo'shishga va foydalanishga chaqiramiz deganlarini bildirdi. U so'zning davomida bu jamiyatning qurilishini yaqindan qo'llab-quvvatlagan Sharq Turkiston tashkilotlarining rahbarlari, yurt mo'tavarlari va xalq ommasiga tashakkur etdi. Shundaqla Sharq Turkiston savdo sanoatchilari jamiyatining vatan va xalqimiz uchun xayrlik bo'lishini Janobi Allohdan tilaydiganligini bildirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning Uyg'ur siyosatini qattiq aybladi. Xalqaro kechirim tashkiloti 30 yanvar kuni o'zining 2020 yillik kishilik huquq dokumentini e'lon qilib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini qattiq aybladi. Bu dokumentda aytilishicha, Xitoy rejimi 2019 yili atalmish terrorlik va bo'lgunchilikni bahona qilib turib, Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarini alohida kuchaytirgan. Dokument yana Xitoy rejimi atalmish kasbiy mahorat tarbiyalash markazlarini keyincha taqib etadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo uning Uyg'ur va Qozoq qatorliq musulmon millatlarini tutqun qilishi hali ham davomlashmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti har yili bir qatim yillik kishilik huquq dokumenti e'lon qilgan bo'lib, bu qatimqi dokumentida Xitoy rejimining Uyg'ur diniy zotlari, ziyolilari va ilm egalarining o'zlarining qonuniy so'z va diniy erkinligini qo'llanganligi uchunla ziyonkashlikka uchirganligini alohida eskartdi. Xalqaro kechirim tashkiloti New York vaqti gazetida o'tgan yil noyabrda e'lon qilgan xabarida Xitoyning maxfiy hujjatlari ichidagi mazmunlarning lager shohidlarining bergan guvohliklariga uyg'un ekanligini bildirgan. Uning yana bu hujjatlar Xitoy rejimining Uyg'urlarni tutib turayotgan lagerlarning atalmish kasbiy mahorat tarbiyalash markazlari emasligini isbotlaydi deyilgan. Erdo'g'an 100 yilning kelishimi ishg'ol planidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Qo'shma Shtatlarining 100 yilning kelishimining ishg'ol plan loyihasi ekanligini aytdi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Erdo'g'an Anadolu matbuotchilar jamiyati tomonidan o'tkazilgan 5-navbatlik Anadolu axborot vositalari mukofotlari marosimida qilgan so'zda bu haqda to'xtalib mundaq dedi. Falastinning taqdirini o'zgartirish hech kimning haddi emas. Darvaqa Quddus xohlagancha setildigan mato emas. Quddus bizning qizil siziqimizdir. Ishonamanki, yuzlarcha, minglarcha falastinlik qarindoshim u yerdagi kurashlarni qandoq bo'lishdan qat'iy nazar adoqqicha davomlashtirdi. Bizmo hamisha ularni qo'llashga tayyormiz. Chet ellardagi Turkiyaga qarshi ta'tir tashviqotlarini elib berish qilmishlari to'g'riliqma to'xtalgan Erdo'g'an, Turkiyani to'g'ri shaklda tunishtirish uchun keng xalq ommasi va ommaviy tashkilotlardan yordam kutayotganliklarini ta'kidlab o'tdi. Bu bir işgal projesidir. İşgal projesi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştim. 1947 yılında Filistin neydi? İsrail neydi? O günkü Filistinle utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki Filistin'e biz şimdi yeni haklar getiriyoruz. Bırakın bu yalanı. Kimi aldatacaksınız ya? Hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarındaki palılar onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Ve Filistin'de, Kudüs'te, hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Değerli kardeşlerim, Kudüs satılık değildir. Nuzugum medresesida dua tilovat faoliyati o'tkazildi. 31 yanvar Sharq Turkiston Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti medresesida dua tilovat faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Nuzugum jamiyati a'zolari, yetim bolalar va onalar ishtirok qildi.
Faoliyatda Qur'oni Karim tilovat qilinib, Xitoy tajovuzchilari tomonidan jazo lageri va turmalarda azob chekayotgan har xil vositalar bilan dinidan va madaniyatidan voz kechishga majburlanayotgan qarindoshlarimizning zulm va azoblardan qutulib ozodlikka chiqishi, Xitoy tajovuzchilarining halokati dunyoning har qaysi joylarida zulmni qolgan barliq musulmonlarning ozodligi uchun duolar qilindi. Nuzugum Kültür va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonimning bildirishicha, mazkur duo tilovat faoliyati har oyda bir qatim o'tkaziladigan bo'lib, bundan keyinmi davomlashadi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.